Listening part 1 da sizga kerak bo'lib qoladigan bu grammatika. Juda ko'pchilik student buni o'rganmaydi ham, qiynaladi. Endi qarang, mana bizda bor. I like ice cream dedi. Men morojnani yaxshi ko'raman. Men ham demoqchi bo'lsak, biz me too deymiz, to'g'rimi odatda? Yoki biror narsa negativ bo'lsa, masalan, I don't like math. Endi xafa bo'lmaysizlar, matematika mana. Matematikani yoqtirmayman desa, me neither. Men ham yoqtirmayman deydi, to'g'rimi? Mana pozitiv gap bo'lgani uchun darak deydimi? Pozitiv bo'lgani uchun pozitiv javob beriladi. Qisqa javob beryapmiz. Positive. Mana unda negativ, to'g'rimi? Yoqtirmayman deb turib, negativ gap gapirgani uchun inkor deydimi? Biz ham negativ men ham deyapmiz. Masalan, I don't like math desa, me too desangiz, gaplashgan tushib ketaveradi. Endi grammatik jihatdan bunaqa qilganingiz ma'qul. Me too yoki me neither. Shunaqa bo'ladi. Buni bilamiz, lekin shuni nima deb qo'yishadi? Listeningni part 1 ida qo'yishadi. Xuddi mana unga qilsak bo'ladi. Mana yana bitta usuli. So do I deyish mumkin. Men ham yoqtiraman degan narsani beradi mana. Bu ham men ham degani. Любой narsaga pozitiv bo'lsa qo'shilmoqchi. So do I yoki I do too. Shuni ham o'rgatishdi menga. I do too. Ikkovi ham men ham degani. Buni o'rniga boshqalarni ham qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, so do my siblings. Meni kim? Aka-ukalarim ham yoqtiradi deyishimiz mumkin. Endi qarang, bitta narsani mana uni o'zini yodlab olsangiz bo'ladi. Juda ko'pchilik chalkashtiradi. So I do deb qo'yadi. Yo'q, bu yerda birinchi bizda mana yordam so'zimiz kelib oladi. Yordamchi fe'l, auxiliary verb. Osh kelib oladi. So I do emas, so do I. Bu so'roq gap emas, boshqa emas. Yodlab oling. Shunday qilib mana so do I deyishingiz mumkin yoki I do too deyishingiz mumkin pozitiv narsaga. Example'larni mana nimaga qarab turib o'zgartiraverasiz. Odamlarga qarab, Olmosh deydimi? Olmoshga qarab, masalan, meni akam desangiz, u do bo'lmaydi, to'g'rimi? So does my bro deysiz. Chunki broga siz do emas, does ni ishlatasiz. Ana. Mana like bizda hozir present simple bo'ldi, to'g'rimi? So like I bo'lmaydi. Xuddi do you speak English desa, yes I speak demaysiz, yes I do deysiz-ku, to'g'rimi? Ana. Xuddi shunaqa bunda savol yasayotganda nima yordam kelar sizga? Do yordam kelardi. To'g'rimi? Buni yordam so'zi yo'qda, mana oldida yo'q. Yordam so'zi yo'q. Siz ha deysiz. Savol tuzayotganda do bilan tuzib olasizmi yoki inkor qilayotganda do bilan tuzib olasizmi? Xuddi shunaqa bu yerda ham do bilan qilib olishingiz kerak. Masalan, ko'rmayapman, qani? Qayerdan olyapsiz do'ni deyishingiz mumkin-ku. Endi bu elementar grammatika bo'lgan. Xuddi shu narsa mana. Broga moslab does dedik. Endi inkori osonroq, chunki bu yerda mana I don't like math deb bu aynan turibdi, to'g'rimi? Bor narsa. Endi buni qanaqa qilib javob bersa bo'ladi? Neither do I. Mana, men ham yoqtirmayman. Neither like I bo'lmaydi. Auxiliary verb ya'ni yordamchi fe'lni qo'yamiz. Neither do I, nor do I deyishimiz mumkin yoki I don't either deyishimiz mumkin. Xato ketdi. Ana. Men ham yoqtirmayman. Men ham degani prosta inkorligini sezdiradi. Men ham yoqtirmayman, men ham yoqtiraman, men ham yoqtiraman. Shu 5-ovini siz yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Mana qoraroq qolib qo'ydim. Endi qarang, buni qanaqangi yordam so'z bo'lsa, o'sha bilan qilishingiz kerak. Masalan, I can swim desam, men ham siz olaman deyish uchun siz so do I demaysiz. Nima deysiz? Sizda manovi turibdi, to'g'rimi? Modal so'z deydimi, shu turibdi. So can I bo'ladi. Ana. Endi birorta boshqa odamni qo'yaylik. My mom bunda bir xil ekan, kenda bir xil bo'lar ekan. My mom is going to have some work. Endi mana murakkabroq qilishga harakat qildim. Endi murakkab emas-ku. Onam jichi yurib kelmoqchi desa, meni onam ham deyish uchun so meni onam ham deyishingiz uchun meni onam desa she'ga to'g'ri keladimi? So is my mom. Ana. Is going to have deyapti-ku mana. Emizar bilan berilgan narsa. Bu emizar emas, bu yerda going to bilan berilyapti. Baribir emizar ga qarab. So is my mom.
Meni onam ham yurib kelmoqchi degandek. Endi yana olaylik. I didn't do my homework yesterday. Kecha uyga vazifamni qilmadim desa, ular ham qilmadi. Endi qarang, ular ham qilmadi. Bizda inkor, to'g'rimi? Inkor bo'lgandan keyin biz so did they yoki so didn't they degan narsa bo'lmaydi-ya mana. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Bizda mana neither mana shularni olish kerak. Nor did they desa bo'ladi. Nor mana nima bo'lsa o'sha bo'lyapti. They bo'ladi. Bo'ladimi? Zaymi? Nor did they. Ular ham about o'lgan. Endi qarang, menimcha tushunarli bo'ldi, anchagina tushunarli bo'ldi. Nima bilan savol berilsa, nima bilan auxiliary verb yordam so'z kelsa, xuddi shu bilan yasaladi. Is bo'lsa is qildik, did bo'lsa did qildik va yana bitta narsa inkorligiga qarab, inkor bilan men ham yoqtirmayman, men ham bormayman, men ham qilmadim degandek qilasiz. Pozitiv bilan bo'lsa pozitiv. So do I o'shanga o'xshagan narsalarni qo'yasiz. Chalkashtirib qo'ymang. Examdagini bitta ko'rsatib beray, haqiqiysini. We were told an interesting story yesterday. Mana. Bu yerda voy grammatika xato ketibdi emas. We were told degani mana we told bo'lsa biz aytdik bo'ladi. Were told bo'lsa bizga aytildi. Kecha bizga qiziqarli hikoya aytildi. Endi bizga ham deyishingiz uchun nima qilasiz? To'xtanglar, mana alohida tushirib oling. Ya, bizga ham deyish uchun. Xo'p, birinchi aniqlaydigan narsangiz bu pozitivmi, negativmi? Qarang. Bu yerda negativ narsa yo'q, pozitiv. Ya, pozitiv bo'ldi bu. Tushunib oldik. Demak, so do I yoki o'sha narsani olar ekanmiz, pozitivni. Endi ikkinchi qaraydigan narsamiz o'sha yordam so'zi toldga qaraymizmi? Yo'q, biz auxiliary verbga qaraymiz. So, endi qarang. We were deymizmi? Yo'q, unaqa emas. Bizda birinchi yordam so'z kelib olardi. Mana narsamiz bundan oldin kelib olardi. So were we, ya'ni bizga ham aytildi kecha qiziqarli story. Buni ko'rsalar multi-level masterda bor edi-da. O'shuning uchun listeningga foydasi tegadi multi-levelga deb aytib o'tdim. Shunaqa bo'ladi, guys. Endi nimasini aytib o'tishim kerak edi? Esim kelmayapti. Ana narsalarni bilsanglar kerak. Masalan, I have finished my tasks. Men uyga vazifalarim tugatdim desa, nima bizda yordam so'z? Mana asosiy verbimiz, yordamchimiz bu bo'lyapti. Yordamchi. Demak, u ham tugatdi desa, so has he. Buni tushundik. O'sha he bo'lgani uchun has bo'ladi. Okay. Endi I had breakfast desa, so did I bo'ladi. Endi nimaga so did I bo'ladi? So had I bo'lmaydi. Nimaga? Nimaga unaqa bo'ladi? Chunki sizda ma'noviy yordam so'zi emas, bu asosiy. O'zi have breakfast degan iborali nimadir desak ham bo'ladi. To'g'rimi? Agar buni hop yordam so'z qilib so had I deb oladigan bo'lsangiz, asosiy fe'lingiz qani? Fe'lsiz gap bo'lmaydi-ku. Ana, ko'rdingizmi? Bu yerda iborali narsa bo'lib ketyapti. So had I emas, so did I. Have'li iboralar deb yozib qo'yaymi? Bizga shunaqa o'rgatishganda have'li iboralar bor. Masalan, nimalarni aytsak bo'ladi? Ikki nuqta qo'yib. Have a shower, have lunch desangiz ham mana yoki have nimadirlarda ibora. Bular birgalikda tarjima qilinadi, to'g'rimi? Mana showerga ega bo'lish, shower bor menda demaymiz-ku, to'g'rimi? Breakfastga ega bo'ldim deb aytilmaydi. Breakfast bor degan narsani chiqarib bermaydi. Breakfast qildim degandek bo'ladi. I do breakfast emas, I have breakfast deydi-ku. Xuddi shunaqa. Have'li iboralarda demak, bizning mana have'larimiz do, does, didga aylanadi. Do, does, didga aylanadi. Ana, chunki bular bitta qilib tarjima qilinadi. Have ga aloqasi yo'q. Have yo'q buni ichida, ma'nosini ichida
have yo'q. Keyin mana ham bor. Have to, has to. Bu ham had to ham bor. To'g'ri kelmoq degani. I have to go desa men ketishim kerak. Men ketishimga to'g'ri keladi degandek. Yes. Mana. Bunda ham bor degan ma'noda emas, to'g'rimi? I have got to go degan bo'lar Have got to. Xuddi shuni got to ham qo'shilgani bo'ladi-da. Has got to, keyin had got to. Mana, qisqasi bu narsalar ham o'sha to'g'ri kelmoq degani, bu yerda bor degan ma'no yo'q. O'shuning uchun bu yerda ham do, does, didga o'zgaradi. Bor deb tarjima qilinmayapti va perfectly zamon emasmi? Bo'ldi. Qolgan holatda siz bunaqa olishingiz kerak. Mana, okay? I have got yo'q, bunisi emas ekan. Hisobmas ekanmiz. Hazillashibdi. Chunki unda to'g'ri kelib ketaver ekan. U yerda got bor ekani. Demak, ikkita narsani qayta aytib o'tdik. Birinchisi have'li iboralarda dedik. Mana sari qolib qo'yapman. Have'li iboralar chunki buni ichida bor degan narsa yo'q. Birga tarjima qilinadi mana bu narsalar. O'shuning uchun biz do, does, didga o'zgartirib yuboryapmiz. Masalan, I had a shower desa, so had I. Men ham shower qildim deyish uchun so had I emas, so did I bo'lyapti. Endi I have to go. Men ketishim kerak. Mana. So do I. Men ham ketishim kerak. Mana. Have'li iboralarda va to'g'ri kelmoq degan narsada biz do, does, didga o'zgartirib yuboramiz ekan. Lekin perfect o'zi qolaveradi. Masalan, o'sha finish dedimmi? Bunda mana have o'zi qolaveradi. Boshqa holatlarda ham qolaveradi. Prosta shu ikkita istisno deydimi? Exception bo'ladi-ku. O'shaqa narsalar. Bo'ldi. Endi practice qilish uchun hozir sizlar bilan nimadan ko'ramiz? ChatGPTdan men so'ragandim. Juda ko'p narsa so'ragandim. Mana shuni hozir kopi qilamiz. Sizlar uchun omaga chalkashib ketdim. Sizlar uchun hozir mana praktika qilgani. Part 1. I like reading books desa siz nima deyishingiz mumkin? Men singlim ham yoqtiradi siz. So does my sis. Chunki mana bu pozitiv like bo'lyapti. Xo'p, so like my sis deb qo'ysak xato bo'ladi. Chunki bizda yordam so'zimizni qo'yishimiz kerak. So does my sis bo'ldi. Chunki my sis deganda she ga to'g'ri keladi. She ga do bermaymiz, does beramiz. I don't like waking up early. Men erta turishni yoqtirmayman desa, men ham deyish uchun so do I desa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki bizda mana negativ nor do I bo'ladi mana. Nimaga bu yerga don't qo'ymayapmiz? Inkor desangiz, ikkita inkor shart emas. Nor o'zi inkormi? Yetadi. Nor do I. Men ham yoqtirmayman. She's very tired today. U juda charchadi. Meni onam ham deyish uchun so is my mom. Yana does ketib qoldi, qarang xayolim. Emizarmi? Biz ham emizar. Ular ham deyish uchun so are they bo'ladi. Nimaga? Chunki they'ga are qo'yamiz. So is they deya olmaymiz. He isn't ready yet. U hali tayyor emas. Biz ham tayyor emasmiz. Neither nima bilan beramiz? Do bilan beramizmi? Yo'q, is bilan. Neither is we. Voy, sharmanda. Neither are we. Mana we ga are. Neither are we. Ana, rosa ajib-uji eshitiladi, lekin shu to'g'ri va sizga yana bitta narsa, o'sha so do I, neither do I deb turib ikkovini yotib oling, keyin o'shaga qarab, demak, do'ni qo'ygan ekan, ha, demak, men hozir auxiliary verb qo'yaman, anaqa deb turib, miyangizda o'shanga bog'laysiz. Haligi nazariy o'rganib olgandan ko'ra, ikkita example bilan o'rganib olganingiz yaxshi. They can speak English. Okay, ular inglizcha gaplasha oladi. Biz ham deyish uchun siz nima qilasiz? Positive, so we are demaymiz, so are we bo'ladi, to'g'ri? Are we. Ana. We can't understand this. Biz tushuna olmadik. Bolalar ham. Mana, bolalar ham deylik. Demak, birinchi neither ni olamiz. Neither nima deb qilamiz endi? Do-mi, is-mi? Yo'q, bizda can bor, o'shuning uchun can ni olamiz. Voy, tepada can ni olibman. Ana. Neither can
children bolalar ham tushunmadi degan narsani beradi. I have finished my homework. Uyga vazifamni tugatdim. Endi bu yerda present perfect mana asosiy fe'limiz bor. Have finished perfectni chiqarib beryapti. Bu holatda have o'zi qoladi. Okay. I have finished my homework. Meni singlim ham tugatdi deymiz. Endi men singlim borda. Faqat akam bor edi homework men. So has my sis. Ana. My sis bo'lgani uchun has she'ga to'g'ri kelyapti. She hasn't called me. U menga telefon qilmadi. Nor masalan, u menga telefon qilmadi desa, voy menga ham telefon qilmadi deyish uchun nor have g'alati chiqarmikan. U menga ham telefon qilmadi deyish uchun. Ajoyibroq chiqarkan. Okay, let's ask from ChatGPT. Men umuman xijolat bo'lib uyaladigan odam emasman shu qadar. Nor nima qilamiz? Tushuntirib beradi o'zi. Rosa yaxshi tushunadi. Negative present perfect has. To'g'ri, nor have I. Men ham telefon qilmadim degan bo'ladi. Neither have I. Yeah, to'g'ri yozuvdik ekan. Nor have I. Men ham telefon qilmadim. Ana. I will go to the party. Endi nima bilan? Will bilan bo'ladi. Men partiga boraman. Biz ham. So, will we. I won't go there again. Won't deganimiz bu teng bo'ladi will not ga. Mana. Okay? Mana shu ham farq qilmaydiganlar bor. Want bilan adashtiradiganlar bor. Biz u yerga men u yerga qaytib bormayman. Voy, men ham bormayman. So I won't either deyishimiz ham mumkin mana. Men ham bormayman. Yoki nima deyishimiz mumkin? Neither will I. Ana shunaqa bo'lishi mumkin. Demak shuni ko'rdik. Mana shu bizni grammatikachamiz edi.